Va yura ishlayapsanmi? Kompot qolmabdi-da, chay berib jigardingni. Qolmabdi jo'ra, shunchani ichib beryapmizmi? Ish tugamas tugab qoldi-ku kompotlaring. Mayli jo'ra bo'ladi, olib kelaver ichaveramiz. Yura, lekin mana chaycham yomon zo'r ketaqira, qaynatib kelganman-da. Jo'ra 40 gradus issiqda borku 60 gradus issiq chaycha yomon zo'r ketadi. Yana bitta qo'yqani. Sen nima unaqasani? Kompotni xo'rlab ichasan. Chay bo'lsa chayni xo'rlab ichasan-ma. Jo'ra, bu chayni kayfini borku kompot bera olmaykan. Ota-bobolarimiz borku chay ichib katta bo'lgan jo'ra issiqda. Yomon zo'r ketadi. Bu chayni borku hech narsaga almashmayman. Jo'ra, shu bitta amma pammalarnikida kompot yo'qmi? Shunday kompotni o'zi qumsayapti-da. Jo'ra, ammamnikida yo'q-ku, opachamlarnikida bor-da, lekin borku, pochcham borku, ayoldan battar qizg'an chiqdi. Kecha borku, boribman, bir piyolagina kompot ichdimmi, yo'qmi borku, gap chiqaryapti-da odamlarga. 4 banka kompotni ichib ketdi deb. Bo'lmasam uni ham borku, inam berib yuborgan ularga. Ha, seni pochchang shunaqami ekan? O'zi pochchalar shunaqami deyman hammasi. Meni pochchaman. Kecha borgan paytim opacham meni non paloq qilgan ekan-da. Shunga non palog'i non qo'shib juydim, gapiribdi. Non palog'i ham non qo'shib jiyman. Ukangni qara deb gapirib jugadi. Nima desa jivirdi, to'g'rimi? Jo'ra, mayli endi borku, chay ichib sabr qilib turib, yana 6 oygina kutsak borku, kompot bo'lib qolar yana. Yag'ircha, xuddi o'zingni va kompot berib qo'ygandek qilasan, gapirasan, o'zi hamma kompot biznikda ichsang, yana 6 oy kutib kompot ichamiz demish. O'zimizda borku, mana shu o'zimiz choydan qo'ymas ekan. Choyda gashti boshqacha-da, qara. 40 gradusda 60 gradus choy ichish, boshqacha, ha.